8-martga qanaqa sovg'a olishni xohlardingiz? Gul bilan birga. Pодарки shart emas. Oila bilan birga bo'ling. E'tibor. Yonida atiri bo'lsa, gul deb o'ylayman. Kitob bo'lsa yo'q demasdik. 8-mart barcha ayollar uchun esda qoladigan bayram hisoblanadi. Ayollar biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'radigan mashina, uy kabi katta sovg'alarni haqiqatan xohlashadimi? Xo'sh, ayollar uchun bayramda eng yaxshi sovg'a nima? Bugun shu savolni ayollarga berib ko'ramiz. 8-martga qanaqa sovg'a olishni xohlardingiz? Yaqin odamlarimdan avvalo birinchi yaxshi gaplarni, shirin tilaklari bo'lsin. Keyin pодарки shart emas. Sovg'a ikkinchi o'rinda. Eng birinchisi menda bolalarim, nevaralarim sog' salomat yursa, menga shu katta sovg'a. Gul bilan birga. Gullar. Gul bilan pul deb. Eng yaxshi sovg'a men o'ylayman, yaqinlaringiz hammasi salomatligi shu. 8-martgami? Ayol kishining eng yaxshi sovg'a erkak kishining e'tibori, shirin so'zi. O'sha deb o'ylayman. O'shaning uchun xo'jayimni kutyapman endi. Nima deydi, doimo shirin gapirib, e'tiborli bo'lgan. Bundan ham shu aytgandek gul bilan shirin so'z bizga kifoya ayol kishi uchun. Shu oilamiz bilan birga bo'lishdi. Albatta ayollar gul xohlaydi. Gul. Gul. Kitob bo'lsa yo'q demasdik. Gul albatta. Shu paytgacha olgan eng qadrli sovg'angiz nima bo'lgan? Mana shu xo'jayim bilan yashaganimga 25 yil bo'lmasa, eng yaxshi so'z, eng yaxshi sovg'a yaqinda bo'ldi. Ko'p bo'lmadi. Xo'jayinim doktorskiga qiladi. Shu ustozlar oldida, shogirdlar oldida, doktorlar oldida mening mehnatimni tan oldi. Shunda aytdiki, shunday mana shu ayolimga, rafiqamga minnatdorchilik bildiraman. Doimo qo'llab-quvvatlagani uchun, doimo yonimda, ruhiy dalda bo'lgani uchun mingdan ming roziman. Bolalarim mening baxtim omon bo'lsin deb ikki og'iz so'z gapirdi. Shunaqangi nima dedi? Xursand bo'lib, shuncha yillik eng yaxshi sovg'a bu shu deb o'yladim. Farzandlarim sovg'asi. Bolalarimdan olgan sovg'a. O'g'limdan, asosan o'g'limdan olganman, farzandlarimdan, qizlarimdan. Xo'jayinimdan olganman, o'zimga ancha bo'ldi. Jiddiy bo'lsa kerak. Uydagilardan kitob olganmiz. O'zi ayol kishi uchun eng yaxshi, eng qadrli sovg'a nima bayramda? Gul deb o'ylayman. Ayol kishi uchun gul. Chunki bahor kelyapti mana. Hamma gulga ishqiboz ayollar, ayniqsa ayollar. Oilasidagilardan e'tibor. Shu eng katta e'tibor gul, ko'ngli ko'tarilib ketadi, lekin bitta bir dasta gul bilan